Assalomu alaykum Yorqinbek Uz kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Mana bugun mana shu echkimiz birinchi qoringa ikkita tug'ib berdi. Xudo xolasa mana buni sog'ish jarayonlari. Oyog'ini ushlab turay. Ashada oyog'ini ushlab turamiz. Qochsan, bitalcha kallaynoq. Nasib esa sog'ish jarayonimiz mana. Buni pallasi uchun sog'ib, o'zini bachalariga soska bilan beramiz. Soska bilan berib, onasidan ayirishimiz sababi uloqlarimizni onasi takaga kelishi, takadan chiqishlari iloji boricha, imkon boricha tezlashadi. Maqsad mana shu. Azizlar, idishimizni almashtirolli birinchi sog'im bo'lganligi uchun ozgina sho'xlik qilibdi. Muhimi bizaga suti nobud bo'lmasligi uchun rasvo idishini almashtirolli. Sog'ib yeganimizdan keyin hamma sutini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Mana azizlar, birinchi sog'imga, birinchi tug'ishiga qo'ying ber. Mana shu sutni berdi. Necha litr bu примерно? 1 litr. 1 litrdan sal oshiqroq. Suti mana idishimiz. Mana ichidagisi.